Siz kadrlarda ko'rib turgan ushbu shaxslar muqaddam bir necha bor sudlanib, jazo muddatlarini o'tab chiqqan. Ammo o'zlariga tegishli xulosa chiqarmagan ikki shovvoz Namangan viloyatidan Toshkent shahriga jinoyat sodir etish uchun kelishgani ma'lum bo'ldi. Gap shundaki, gumonlanuvchilar Uchtepa, Chilonzor hamda Yunusobod tumanlarida bir qancha qarovsiz qolgan avtomashinalarning oynasini sindirish yo'li bilan ularda bo'lgan pul va qimmatbaho buyumlarni o'g'irlagan. Lekin o'z jinoyatlarini yashirishga qanchalik urinmasin, bu shovvozlar ichki ishlar organi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Toshkentga aynan shu ishlarni sodir etish uchun keldim. Maqsadim shu pul topish edi. Lekin bunaqa yo'l bilan pul topib, harom yedirib boshqa qilsa baribir kasr urar ekan. Hozir meni urgani uchun yana kelib o'tiribman. O'zimiz sababchimiz, to'g'ri yo'ldan foydalana olmayapmiz. Oxiri jinoyat qilib, mana shunaqa yo'lga kirib, shotlarga kelib qolyapmiz. Qilgan ishimdan ming barobar afsusdaman. Muqaddam sudlangan bo'lsa-da, davlatimiz tomonidan ularga o'z hayotini yo'lga qo'yishi uchun bir necha marotaba imkoniyat berilgan. Lekin afsuski, bu shaxslar o'ziga to'g'ri xulosa chiqara olmadi. Endilikda ular yana sudlanuvchilar kursisidan joy oladi. Утром встал и увидел, что моя машина. Ertalab avtomobilimga shikast yetganini ko'rdim va darhol 102 raqamiga qo'ng'iroq qilib bu haqida xabar berdim. Transport vositasining oynasi sindirilgan edi. Tezda yetib kelgan ichki ishlar xodimlari vaziyatni o'rgandilar, holatni fotoga oldilar, o'z ishlarini bir zumda amalga oshirdilar. Natijada oradan ko'p vaqt o'tmay jinoyatchilar topilib qo'lga olingani haqida xabar berishdi. Fursatdan foydalanib tezkorlik bilan ish olib borgan ichki ishlar organlari xodimlariga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. То, что они провели, такой процесс большой работы. Rahmat. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ularga qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, ushbu jinoyatni sodir etganlik uchun sud hukmi bilan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanishi mumkin.